O'tgan safar dashnik qo'ydik, 1 millionga sotilib ketdi bir kunda. Mana $100 sizlarga hali hech kim o'tirilmagan, to'g'ri, bir xil detallar eski narsadan qilingan, kraskalab yangidan qilib qo'ydik. Mana bu 3 kishi, bu yerga 3 kishi, tak, 6 kishilik, 8 kishilik ekan, 8 kishilik. Tak, Toshkent viloyati Nurafshon shahar, Oppoq MFY Toshkent yo'li ko'chasi. Biz adresimiz ko'chyapti. Mana mashina inshaalloh nasib qilsa, ovonmiz, xudo xolasa shu yerga hamma narsamizni ko'chiramiz. Yangi adresimiz shu. Nurafshondan, eski Nurafshon shahridan, hokimiyatdan 7 kilometr. Bu tomon Piskent, bu tomon Toshkent, demak Nurafshon. Nurafshonga kelaverishda 10 qo'lda. Kelaverasizlar, hamma narsani endi shu yerga olib kelamiz, xudo xolasa. Eski mebellar, kimda eski mebel bor, sotib berishga ham yordam beramiz. Hammasini olib kelamiz, shu yerda katta naves qilib inshaalloh shu yerda eski bozor qilamiz. Xo'p, yana takrorlab o'taman, $100 Nurafshon shahrida yo'l kira tekin, 8 kishilik. Narvonlar ham kelib qoldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Metal olamiz, uyiga borib ham olamiz. Rahmat e'tibor uchun kelib qolasizlar.